Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Oçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, bugün stüdyomuzga qimmatli mehmanimiz yana her daim nurgun bir qancha qatımlıq söhbətlərimizdə qimmatli fikirlərini alğan jurnalist Uyğur ziyalisi Şivsiyada yaşayotgan hörmətli Nəbican A'lan təklif qıldı. Qimmatli vaxtdan çıxıb gəpəgərlik üçün köp rəhmət etimiz. Rahmet sizə. Allah razı olsun. Qadirli qardaşlar, bugünkü söhbətimizdeki mavzusu şu Xitay təcavüzçilerininki Uyğur ösmürlərə qarşı atqan bulub axırkı yıllarda nəhayət güclü şəkildə edib verətqan bu şu Xitayçılaşdırış, Xitayçını umumlaşdırış atalmış qoş dil siyasi namı bilan bu millətni Xitaylaşdırış siyasətinki qanday xavf edib keldiyi haqidagi şu haqda to'xtalib o'taylik deb təklif qildıq özünü. Hakikaten gün seri vatanımızda hürmetli Nebican bağımsız her şekilde Xitaylar bu siyasetini ta başta üniversiteden başlayıp gelip peydin bey halette icra kılıp ahir bir gün en deslep yani yasli ballardan tatip özünün ana dilden mahrum kılınған haleti geldi. Elbette internetlerde vatanın aşıdan çıkıp atkan vatanın torbatları olsun ya ki çeteldeki ictimai şuralar kuvvetleri olsun. İnsan hakikaten yürükine mevcudgan, insan hakikaten içindirdiğin derecedeki müşkil ösmürlerimizge Xitayna edip beriyotgan bu assimilasiya siyasatındaki qanday qurbani bo'lib atqanlıqqa minglagan videolarni ko'rinishlarni qisqa bo'lsa fikr kelyapmiz hamda Xitoy bo'lsa butun tashviqotlarda shu butunlay biz bu ishqorlashtirish, uni qilamiz, buni qilamiz, davlat tilini yaxshi o'rganish kerak. Bu foydasi va degandek herkes o'zining tilidan ayrilib qolgani yo'q. Uyg'ur tilini o'rgatyapmiz, u bu deb yolg'on yovda narsani tashviqot qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda ko'rinib turayotgan bu videolardagi chiqayotgan bu narsa tamoman millatniki, bu o'smirlarniki o'zining tilidan mahrum qilayotganligi ochiq ko'rinib turadi. Na Uyg'urchisi yaxshi emas, na Xitoychisi yaxshi emas. Burun tamamen Uyghur tilde o'qigan vaqtimizdami Uyg'urlarning ichidan yetishgan mayli universitet chiqib bira Uyg'urninki Xitoychada qiynalib qolibdi deganni anglab boqmaganmiz. Kichigidan boshlab butunlay Uyg'urchada o'qib Xitoychini Xitoyga o'rgatadigan darajada olimlarimiz yetishib chiqqan bo'lgan amaliy Pokiston nurg'un universitetining professorlari, nurg'un Xitoy professor shu Xitoylar o'zining ona tilini bilmagan tilni bizning şu keyin o'rgangan qo'shimcha til qilib o'rgangan Uyg'urlarimiz, olimlarimiz Xitoyning og'zini ochib qolgan darajada yetishgan olimlarimiz va ziyolilarimiz va bugun xuddi bu yerda bu Xitoyniki qanday zaharxandlik bir siyosat o'ynayotganligi aniq masala o'zining tilidan ayirish siyosati. Albatta videolar sudab o'tganimdek minglagan videolar va uni hammasini televizor ko'rishlarimiz ijtimoiy uchurlar vositalardan o'zi har xil uchurlardan ko'rdi. Bu yerda hammasini ko'rsib o'ltirishga vaqtimiz yetmaydi. Biz faqat ikki bir qisqa bir videoni ko'rib o'taylik, undan keyin suhbatimizni shuni ustiga elib boraylik. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin.赶紧挖洞。什么是uyghur tilinde de秋天那个uyghur şey. 秋天用维语说一下。什么东西？维语不会秋天。不是秋天，不是这个。这是人家。你说。Yani bir kıtım daha, Simo? 秋天。八秋天嘛。秋天就是秋天。Taraflarının yukarımızda sağlarda meyvelerini çıkardan vakti bu kaçan çıkıldı? Kız. 这是什么？这是什么？这是什么？国旗。乌旗。国旗。乌旗。国。国。国。国。旗。旗。旗。
旗，旗，旗，国旗，不旗，国旗，国旗，国旗，国旗，国旗，国旗，这是什么？这是什么？乌龟，乌龟，国徽，乌龟，国徽，国徽，国国徽，徽，国徽，我黑，国徽，我黑，国我国国国国国，国不是国啊，国国国国徽徽徽国徽，欧徽不是欧徽，国徽欧徽国徽欧徽国徽欧徽欧徽宝麦多，国徽在多，国徽奶酥猪啦！哎呀，国旗、国旗国徽、国旗国徽宝麦多，国徽、国徽国徽、欧徽欧徽、欧徽国徽，不是欧徽。欧徽我的个天老爷，我也是醉了啊！国徽。国徽 Hörmətli televizor görüşlər, bu iki qısqa bir filmni görüb ötdük. Birincisi Xitayninki atalmış bu rəhbərləri sinifni ziyaret qılğan əhval ekan. Bir küz bəsli degan, küz deganni deyilməy nurgun düşəndirişlər bilan aran ən axırda birisi deyəldimdi. Yəni Xitayninki atalmış qoş dil siyasəti kəlgən taraqqiyat, kəlgən əhval, ösmürlərimizin əhvalı bu. İkincisi bir Xitay oxutqucu bolsan, Xitay bayraq bilan dövlət girbənəti güzənməy. Çünki valla avarıb ketdimdi. Biçarı ballarımızınki qiynalğanlığını görüb ötdük. Yəni həqiqətən bir tərəfdən insanı açıq küldüsə, yəni bir tərəfdən yəni Xitayның bu edib berib atqan siyasətlərinin məsələn məğlubiyyətinin bir namayəndəsidək bir his qıldım məsələn. Başlanğıcı deyirəm. Sen min qısan bu millet muşunda sana muşunda kiçik bala çağıda qaytırğan nimeler emassenga. Bunun qanday bir söylediğini görüp ötken ki Allah'ın salam bir hissiyatlarına, fikirlerine baxsan. Rahmet. Hem de bu videolardan hem de yüz qığınımız şu oldu ki Xitayning ma'arif Şarkı Türkistan'a elip berip atkan ma'arif sistemimizde qo'sh til ma'arifni degan nom ostida taq yo'nalishlik Xitoylashtirish siyosatining bir qismi ekanligini. Bunun hammamiz shohid. Endi bu yerda Xitoy yumshoq vositalar orqali bizni assimilyatsiya qilishning bir bosqichi. Chunki bir millat assimilyatsiya bo'lishda avval uning tili buzilishi kerak. Tili buzilgandan keyin uning madaniyati, uning dini, uning boshqa aloqada hamma narsa asta-asta yo'qoladi. Xitoy al-Misaqdan bizga burundan tortib Sharq Turkistonni tajovuz qilib kirgan 67 yildan buyon naydi jiddiy mundaq yuqori besimliq emas, yumshoq besimliq. Bir tarafiga qarshilik qilsa, yo bo'lmasa bizga nom qo'yib, ism qo'yib, masalan, milliy bo'lginchi deymiz, nima aytavr terrorchi deymiz va yoki pan-turkizm, pan-islomizm deganga o'xshash qalpoqlar shaklida shularni kiydirib turib shaklida asta-asta bir turkumlarni besish orqali anandan keyin Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini asta-asta xarakterlik yo'tkash orqali Sharq Turkistonning shimoliga Xitoylarni ko'plab o'rnalashtirish, ana keyin hozir qolgan bizning Sharq Turkistonning janubiy tarafimizdagi rayonlarga emni şekilde Xitoylarni ko'plab shaklda yerlashtirish orqali bu taktikada ilib kelayotgan. Hamda ma'rifimizga kelgan vaqtimizda 2004-yildan keyin qo'shil ma'rifi degan
bir sistemni barpo qilib, buni Nurbekirning boshchiligida balki Nurbekga o'xshagan, o'zi Xitoychada o'qigan, andan keyin shuning nenida bir reis bo'lib qolgan shakldagi bir tipik misoldan birini o'rtog'ish orqali qanday deganda Xitoychani yaxshi o'qisang, o'sha Nurbekdagi reis bo'la olasan, Nurbekdagi huquq tuta olasan, Nurbekda xizmatga chiqa olasan degan shaklda bir o'rnak shaklda buni nima qilish orqali xalqimizga nima agar shu Xitoychani cho'qim bilmasa bolalarimiz ishsiz qoladi ekan. Xitoychani bilmasa bolalarimiz qanda jamiyatda bir kichik o'rin tep qololmaydi ekan. Xitoycha cho'qim o'rganish kerak deganni qanday qildi deganda bolalarimizni Xitoycha maktabga berishdan buning orqali boshlaymiz-ku. Xo'sh. Ammo bu yerda teklam bizning Xitoychani o'rganishimiz bilan u xizmatga o'rlashib ketishimiz va yoki bolalarimizning ishsiz qilishi bu tilga bog'lanib qoladi. Amaliyat unda emas. Amaliyatda Xitoy bu til orqali bizni osmonotizatsiya qilgan bir oq ko'rinishni yaxshi tushungan bo'lgan bo'lsa, biz bolalarimizni ba'zilarimiz o'z ixtiyorligimiz bilan deyapmiz. Ba'zimiz o'z ixtiyorligimiz bilan bergan bo'lsak, bolalarimiz Xitoychaga ba'zilarimiz mecburi aldık. Bir gen geldik. Buni hozir shu abam ko'rgan videolarimiz bizning Uyg'ur Sharq Turkistonning janubiy rayonidagi maktablarda deb tushunma. Ammo bizning shimoliy rayonda tug'anda qanday bo'ldi deganda, shimoliy rayonda bir turkum mesela Urumchi Qarmay, Shixanzi boshliq bu rayonlarda o'zimiz oldi bilan o'qituvchilardan boshlagan bir turkum ziyolilar ko'p bolalarimiz o'z ixtiyorimiz bilan Xitoy maktablarga bergan bo'ldik. Xitoy maktablarga berish orqali bu nimani biz biraz ovoz qo'shib bolalarimizni yuksak xizmatga chiqsin, mayli o'zining jamiyatga o'rni olsin, bu yerlarda bir nima olsin degandek bir aldamga yamchuk hamda bu mishnonga tushib ketib bu shaklda davomlashgan bo'ldik. Xitoymi bu shaklda ham deganimdek yumshoq vosita orqali besim shaklda emas, bir turkumni masalan shimolga avval Xitoy ko'chmanlarini ko'chaganga o'xshash Sharq Turkistonning shimoldagi rayonlarda Xitoycha o'qitishni sinib arib tayyorlik sinib o sinib bu sinib deganga o'xshash shaklda biz uni barpo qildik. Buningga ota-onalar ba'zi Uyg'urlar qarshi chiqishi yo'q. Ovoz qo'shib berdi biz bir turkumda. Ba'zi bir turkumda majbur ovoz qo'shgan bo'lsa, ba'zi turkumda o'zi yasalma shaklda uni rag'batlantirish shaklida uningga bir ovoz qo'shilgan shaklda bu shaklni yasab chiqdi. Yasab chiqdi bu shakl muvaffaqiyat bo'lgandan buni umumlashtirdi. Umumlashtirib orqali Urumchida asosiyatdan bu Urumchi va Shimoliy rayonida bu asosiyatni qilib bo'lgandan keyin endi bugungi kunga kelgan qanday bo'ldi deganda, hozirgi biz ko'rgandagidek andaq sabiylarimiz majburiy holatda yeslilarga mablag' silishni anandan keyin ota-onalarni bolalarni orib qanda 7 kunlik yeslilarni barpo qilib, hattoki bolalarni mashinalar orqali uylariga olib borib ekilib, ashundaq qo'shilib nomidagi xitoylashtirish faqat uning nenini tamog'ini ba'zi bir gap so'zlarini tarjima qilib Uyg'urlarni sog'an bilan qolgan o'qitish, buning sistemasini belgilash, ularga qandaq nimani singdirish jihatidagi hamma planni Xitoy tarafidan tuzilib bu bolalarga berayotganligini anglayapmiz, ko'ryapmiz. Endi demak bu bolalar qanday bo'ldi deganda, buningdan keyin hozirgi bolalar hozir yangi vaqt o'xshaydi, balki bir necha vaqt bo'lgan, ammo buningdan keyin agar mushunda domnishivasicha mabal bir yil qolmaycha Xitoyning yaxshi so'zlaydigan bo'ladi. Nima ish bunday bo'ladi deganda, Uyg'urning bir alayligi Uyg'ur tilining mush hamma tilni o'z ahongida to'liq shaklda talaffuz qilishga nihoyat qulaylik ekanda bizning o tilimizcha. Masalan, biz selishtirib baqalar masalan Taylandlik bo'lsin, mayli Osiyodagi boshqa bir millat bo'lsin, shuni bilan Uyg'urchini Uyg'urninki bir ingliz tilida bo'lgan talaffuzni anglab baqsaq, Uyg'ur bo'lgan insonning talaffuzi mayli inglizcha bo'lsin, mayli xitoycha bo'lsin, mayli dunyoning qaysi yerdagi o'rgangan bir tilning o'shani talaffuz qilishi nihoyat o'lchamlik, nihoyat to'liq shaklda. To'g'ri. Chiqadiganligini biz ko'rib turibmiz. Masalan, bizning Shvetsiyada shunday bo'ladi. Masalan, biz o'qitgan ba'zi Urumchidagi ingliz tili kurslaridan shunday bo'ladi. Aslida Amerikada o'qiyotgan Uyg'ur bolalarining ingliz talaffuz qilishi nihoyat o'lchamlik shaklda. Unda bo'lgandan keyin nima bu deganda bu tilning alayligi ekan-ku. Bizdagi Uyg'urchaning talaffuz qilishi nihoyat o'lchamlik shaklda shu boshqa tillarni ravon shaklda shu til aynan shaklda talaffuz qila oladigan. Unda alayligimiz bo'lganlikdan hamda bu Uyg'ur bolalari qisqa muddat ichida men degandek bir yil qolmagan shaklda bu bolalarning xitoychasi nihoyat ravon shaklda chiqib bo'ladi. ABM qidek hamda qo'sh til degan nomda Xitoy qo'sh til deganlar do'ppini kaydirib qo'yib turib, mayli xalqaro bo'lsin, mayli xalqimiz bo'lsin, biz qilyapmiz, o'tyapmiz. Sening adabiyatingdan boshqa hammasi bo'lib ketdi hozir. Xitoychilashib ketdi.
Mesela Edebiyatning yetarli o'tmasa, haftada bir soat qilib qo'yib. Demak deganda shu endi qag'imiz bir edebiyot qag'imi. Atalmış ağızlı degani demakchi. Anan degan qag'am matematika olsun, mayli tabiiy fanlar olsun, bundan da hammada o'zining Uyg'ur tilida bu tabiiy fanlarni yaxshi tushunmagan Uyg'ur o'quvchilar hamda bu Xitoy tili so'zlaganda albatta texim yaxshi tushunmaydi. Uning ustiga Xitoy hozir bolalarni mesela biz burungi vaqtlarimizda o'qigan vaqtimizda mesela layoqadagi nomer olamiz qoldirib qo'yapti. Hozir unda ish yo'q ekan. Cho'qim majburiy shu qoldirish yo'q. Bolalarni to'liq shaklda savodsiz olsun, o bilsin bilmasin shu shaklda ilib mangib maktabni bitirgan shaklda qilib o'tibdi. Ama bunun da nima deganda nurg'un bolalar undan burun men bir maqolani tarjima qilgan Almas degan bir qarindishimiz yozgan bir maqola ekan. Aşağıda bir Uyg'ur o'qituvchining sinf yig'inini Uyg'urcha o'tash jarayonida bolalarga tushuntirib bo'lolmaydi. Chunki bolalar tushunmaydi-da Uyg'urcha sinf yig'inida so'zlangan. Hattoki bolalarning mo shu gapni tushunmay zerikib ketganligidan cho'q o'qituvchi meni chaqasin deb yendiki qizaloqcha yig'ini chiqarsa mundaq chechini tortib qo'yib, yo g'idiqlab qo'yib, yo mishlab qo'yib shaklda nima uchun bunday qilib sinfning nimasini bilsa bolaning deganda meni o'qituvchim ya ismimni atab bir tug'izib qo'ysa, ya bir tanqidlab meni bir rohatlantirsa. Chunki men uning gapini tushunmasam, ya munsizlik qilamdi keyin qilib uning yig'ini anglasam, mening ya o'zimga hech qanday bir rahatsizlik tufayli bolalar biroz o'zining o'ttirib turishini yoki o'ttirishini o'zgartirish uchun shu shaklda endi qiz bolaga chaqchaq qilgan shaklda bir o'qituvchidan tanqid yeganlik bir abzas varmış. Demak nima deganda bolalarning ham Uyg'ur bolalarga ro'yi jihatdan bo'lsin. Buchu ash bolalarning abiyamqan nimadiki bolalarning ro'yi qarab boqaling. Ash kuz degani deyamagan bolalarning beshidan sanglab ketganligi. Hamda shuni nihoyat ig'ir ro'yi besimda ifodalayotganligi. Demek nima deganda bolalarimizning ro'yi jihatini cho bolalarni cho yo'qotish. Hamda bu mahorat orqali yo'qlaydi degandek yumshoq vosita orqali bu Xitoylar tadrijiy holda bizning tilimizdan arib etgan bir millat o'zining dinini yaxshi tushunolmaydi. Chunki bizning dinimizning tulisi biz Uyg'urlar arabchani mukammal tushunishimiz az nisbatda hamda qanday deganda mayli o'zimizning tarjima materiallar olsun, mayli olim ulamolarımızdan çok bizga Uyg'urcha tabliq qilib berish orqali biz dinimizni tushunib kelyapmiz. Unda bo'lgan ekan ham Uyg'urcha olimlarimizning Uyg'urcha qilgan tabliqlari nimcho agar Uyg'urchani mukammal bo'lmasa bizning avlodlarimiz tushunolmaydi nima deyotganligini, nima deb so'zlayotganligini, Allohni qanday ifodalayotganligini tushunami? Bu jihatdagi söz iboralar odatga turmush so'ziga o'xshamaydi. Bu yerdagilar elbette edebi uludu, yoki bo'lmasa boshqa shakldagi nurg'un nimasi yuqori odatga normal turmush so'zimizning yuqori ig'izli emas. Unda bo'lgan ahvol ostida biz jo deganda odatdagi turmush so'zlaridan cheklanib qolgan bolalar odatdagi bu kitobiy, bu dinni yoki kasbiy tillarni albatta uqolmaydi. Uqolmagan degan qanday bo'ladi deganda bolalarda til ham so'zlik ombiri va so'zlik kamchilik bo'lganlikdan ana tildan zerish kelib chiqadi. Tushunami ya? İfodalamaganligi bu tilni nemish qo'llanadi o? O'zi bilgan tilni qo'llanishga odatlanadi. Masalan, Xitoy tilini odatlangan bo'lsa, Xitoycha odatlanadi. Masalan, muhojiratdagi Uyg'urlar boshqa turkcha odatlangan bo'lsa, turkcha odatlanib ketadi. So'zlab ketadi endi. Chunki Uyg'ur tilida aniqlik o'zida qalbida uni lug'at bo'lmaganligi uchun. Tushunami ya? Qalbida. O lug'at bo'lmaganligi. Hamda bu xil ahvol ostida Xitoy nima maqsad yetadi deganda, bizni osmonda yo'q qilishning bir bosqichi bu. Bu o'zining tilini bilmagan odam dinni to'g'ri tushunolmaydi. Ya xatolik qiladi, ya ko'mizcha xato yo'sinda ilib boradi, halok bo'ladi degan gap. Hamda o'zining tilini nima qilmagan bu bir avlod, hozir biz ekranda ko'rgan bolalarimiz o'zining bolalariga o'zining Uyg'ur tilini o'rgata olamdi? Yo'q. Nima deganda ikkinchi avlod kelganda bolaning Uyg'ur tilidagi aballig'i qoldirishi to'xtaydi degan gap. Üzüladi degan gap. Anigan maktabda üzülib bo'ldi. Oilada dekidi vatan ishida bu işlarni mayli Uyg'ur tili olsun, mayli o'zining dinini olsun, o'rganmaydigan ahvol ostida. Uning bolalarimizning cho eli to'liq o'tirsini ishkirgida o'qitimiz deb bolalarimizni arib ekitib bordi. Bu arib ekitishning nima bo'ldi deganda birisiga bolalarimizni ham shu Uyg'ur muhitda, Uyg'ur mayli til bo'lsin, mayli madaniyat olsun, mayli dinni bo'lgan shu oila muhitidan arib apirish orqali bolalarni butkul jihatdan mayli til, mayli urf odat, mayli dunyodan balani arib etgan ota-ona o'g'il muhabbatidan ma'rif etadi-ku.
Çünkü insan birbiri bilen yakın turgan halasında anasını dadısını körep turgan onun bulgan mehri muhabbet şeklinde. Doğru. Künden günge koyaqlaydı. Ama jiraklaşqa halasında şu ayda bir çıktım telefon urib qoydigan bo'ladi. Ondan keyin asta bu mehri muhabbetni şu köz aldıylar. Közden jirak, ko'ngildan jirak degan bir maqal temsil qilgan. Shuni o'xshagan shaklda şu bu jiraklashib ketadi. Shunga Xitoy buni bilgechga bizning 10 mingdan ortiq kelchi 10 ming deb statistik qildik. 10 mingdan ortiq o'quvchilarimiz şu Xitoyning har qaysi ishkiri o'lkalarida şu to'liq o'tirsin o'qiyadi. Bu to'liq o'tirsin o'qib bo'lgan ba'zi o'quvchilar nima bo'ldi deganda vatanga qaytib kelmay shu yerdagi ba'zi bir ish imtiyoz bilan shu yerga kelib qoldi. Bu yerga kelib qolgandiki o kim bilan to'y qiladi? Kim bilan o'ylanadi o? Shu yerga Xitoylar bilan bo'ldi. Asmana desa bu yo'qoladi. U faqat o'ziga bir xizmat chiqqanligidan, yilda bir ish qitim bir ta'tillarda ota-onalar yo'qligidan cho o nima topadi. Chunki vatanga qaytib kelsa uning ishi yo'q. Tushunammi ya? U Xitoycha tafakkur qilgan bo'lib ketdi, u Xitoycha o'ylaydigan bo'lib ketdi. Anandan keyinchi ayadagi ba'zi bir bergan amallar huquq yoki bo'lmasa kichik xizmatga ehtiyoji anijo qandirdi. Mana ko'ma to'yindi. To'xtatdi. Men mashina olib ishlar qilib qilay. Shundan aslan nechini ko'rdik, necha balalarimizning shu yerga qilib qolganini bilyapmiz, anglayapmiz. Demak nima bo'ldi deganda, asta asmanatsiya bo'ldi. Xitoy bu siyosatni yuzlashtirish uchun xalqimizning o'ktiq bo'lib ketishini oldini uchun qanday qildi? Avval universitetdagi o'quvchilarimiz jamiyatga yuzlandi, bular jamiyatga chiqishdan burun cho'qim Xitoychani yaxshi o'rganmasa, Xitoychani yaxshi bilmasa bo'lmaydi degan shaklda universitetdagi darsliklarimiz uchun fitilda Xitoycha qildi. Universitetda Xitoycha darsni yaxshi o'tganmagan o'qituvchilarimiz uchun pensiya qildi, o'qildi, bu qildi, chekindidi ularni uchun tarqaqlashtirib bo'ldi. Anan keyin bir turkum universitetdagi o'qituvchilarimiz uchun ishsiz qoldi. Tushunammi ya? Siz qoldi, ammo buni yana besimiz qilmadi. Chunki azroq bir turmush puli yoki bo'lmasa pensiya pulidan qanoat topdi. Chunki u nima ish qila oladi? Ishim qilolmaydi, qarshi tura olmaydi. Anandan keyin unaqa bo'pti dedi, qabobda bolalarimiz jamiyat chiqishini oldida bo'pti. Xitoychani yaxshi bilsa, yaxshi ta'minlasa xizmat o'rnida bir qiynalib qolmasin dedik. Ma'qul dedikmi? Anandan keyin to'liqligi keldi. To'liqninkini ishkirga to'liqsimlarga yordam beramiz. Bulig'i biz yordam beramiz deb Xitoyning ya'ni shu Sharq Turkiston maliyasidan pul ajratib, bolalarimizni ayaga birib o'qitib, bu yerni ham qilgan bo'ldi. Anandan keyin u to'liqsizlik keldi. Anandan keyin Xitoycha va Uyg'urcha maktablarni birlashtirish siyosati chiqdi. Birlashtirib aytganda nima bo'ldi? Uyg'urlar mudirlikdan qoldi. Avvalo. Tushunammi ya? Chunki Xitoy mudir bo'ldi, Xitoy sekretar bo'ldi. Anandan keyin ba'zi bir Uyg'ur o'qituvchilarni Xitoycha dars o'rgatmaydi ekansa deb Uyg'ur o'qituvchilarimiz ishsiz qoldi. Elə qilib bolalarni o'zi bilib bilmay bizning Qarmay shahrida bergan bolalarni Xitoycha o'qitgan o'qituvchilar bolalari universitetni bitirmay turib ishsiz qoldi. Tushunammi ya? Uni ishsiz qoldi. Anan keyin shundan qatorda nurg'un yeshi 45 dan oshqanini asta pensiyaga chiqarib ularni pensiya puli bilan qanoatlantirib degan bo'ldi. Ular xotirjam ish bo'lmagan, ma'siz qolmadim degan shaklda ko'ngli aram topgan bo'ldi. Ammo bolalarimiz shu deganda keyingi avlodlarimiz mengucho qanaqalda Xitoyning nimasiga qadam bosdi. Xitoycha ma'rif qadam bosdi. Anandan keyin hozir endi yeslik keldi. 2020-yilga kelganda Xitoy butunlay Sharq Turkistonni 100% Xitoychilashtirish qo'shimlarini umumlashtirib turish planini amalga oshirmoqchi. Hamda bu planlari qanday bo'layotdi Xitoyning deganda mening kuzatishimcha Xitoyning nihoyat planli holatda bu plan o'rindilib menyapti. O ilqi plan shaklidagi o'rindilib menyapti. Masalan, mablag'lar amallashib, ashyaga nima qilyapti. Ammo bu yerdagi bir narsa bizning xalqimiz buning qarta tushunish va to'xtabda bolalarimda xavf bor. To'xtabda men bolalarim shunday olib kelsa Xitoylashib ketadi, dinidan ajrab ketadi, shunday xavf iniq keladi deb fulvalari sharoit valari bolalarni asla chet ellarga yo'tkab, bolalarni chet ellarda o'qitish orqali bu nimalarga o'zini qo'dab qilishga urinyapti. Ammo vatan ichidagi uni chiqqan bo'lgan yana 30 milyon ortiq xalqimiz shu yerda qilganlik. Buni qanday qiladi? Buni qanday tirishyapti? Buni qanday yo'l ko'rsatishimiz kerak? Buni qanday o'zining imkoni sharoitida bolalarni qanday saqlab qolish kerak degan to'liq shakldagi bir plan texab nimaga chiqmoqlik. Buni menimcha bo'lsa bolalarning cho'qim o'zimizning nimasi bo'yicha amallar ichkirga bermaydiganlarimiz o'zimizning yana cho'qim qo'g'dab qilib ichkirga avatmaydiganlar. Ba'zilari besim bilan avatamiz. Bular yana bir oylarda cho'qim balani avatmasang yo aqlni yo'q qilma degan siyosiy narsaga taqablan bu bolalarni bermasa majbur ekitib boradi. Endi mushlar sharoitlarda bolalarimizni amallar berib qo'g'dab qola oladiganlar cho'qim bermasi kerak.
Çünkü abim degandek bu şahsen til o'qish emas. Bir insonni butkul yerdan yo'q qilishning yo'li. To'g'ri. Qo'sh til degan, men shunday deb tushunaman. Yo'q qilishning yo'li. Bu til deganda abim sizda bitdingiz, bizning olimlarimiz, hozir mesela Amerikada yashayotgan, mesela dunyoning har qaysi yashayotgan olimlarimiz bor. Mesela şulama nima o'qib chiqqan? Uyg'ur tilida chiqib chiqqan, mesela erkin sidiq deymiz. U butunlay Uyg'urcha o'qib chiqqan, ammo mayli yapon tili bo'lsin, mayli ingliz tili bo'lsin, mayli xitoy tili bo'lsin, mukammal shaklda o'ziga o'g'ilib yetishib ketgan endi. Shunday olimlarimiz endi. Unda bo'lgan ekan, bundaq olimlarimizdan chunki bir tilni yaxshi kamolatga yetish uchun O'zining tilida mukammal bo'lish kerak ekan. Mukammal qila olgan insonning uchun tafakkuri mukammal bo'ldi ekan. To'g'ri. U tafakkur qildi, ham yiziqchilik qila oladi mesela erkin sidiq, ham NASA dunyoning eng yaxshi bilimning cho'qqisidagi o'rinda xizmat qilyapti degan. Demak nima deganda inson o'zining mesela ukam-uka suhbatimizda men deb qo'yib deb o'tib ketdim. Shivsiya ma'rifida ota-Allohni cho'qimcha o'zining ma'rifini, o'zining tilini o'qish qirbatlarni, hatto 5 o'quvchidan ortiq bo'lgan mayli yasli bo'lsin, mayli maktab bo'lsin, shu yerga birdan o'zining ona til beraydigan o'qituvchidan birini taklif qilib kelib berdi. Şunun maaşını hükümet veriyordu. O çoğu haftada bir kıtıp okuyuşlarga şunu ana tilde yetekçilik kılıyordu. Demek nima deganda, mesela o şivsiya ma'rifi çatqılımız bo'ladida. Nima deganda, tefekkürünün kemtiklab qolmasligi. Vallahi keyin jamiyatga chiqqanda tefekkürünün kemtikligidan shivsiya jamiyatiga ziyon solib qo'ymasligi uchun, jamiyatning muqimligiga ta'sir ko'rsatmasligi uchun o'zining tilida, o'zining nimasida tarbiyalashga ahamiyat beradi. Demek o hükümetmi o'zining keyingi nimasini o'ylag'lik. Jamiyatiga yük olmasın degan o'ylab. Tabii. Onun için bu yerdeki insanlarımızda ben deymenki şuna ballarımızdan alımlarının ispatlışça bir şu 4-5 yaşlık bala bir vaktin özü 8 tilini kabul kılalaydı. 8 tilini tanıyıp ayrıp bilaleydi. Onda bu ahvalası da biz hazır yüzümüzden mükemmel boğan bir aile marifetine berip akılıp aile marifeti çoğu degende muşu ana tili o'qitishni için tutsak. Meyli muhacirette olsun, meyli vatanda olsun. Çünkü bu aileni hiç kim Xitoyda kontrol qilib bo'lolmaydi. Hammada uyga birdan saqchi yo'q. Saqchi bo'lgan taqdirda o'zining tilini mukammal, masalan dinimizda huquqda inqilomda hozir xiz qushiradi. Ammo bu tilimizning mukammal bo'lgan bu tilimizning bu oilani qo'g'dash, oilaga buni saqlab qolish nimamiz bor. İmkanımız var. Şunun muş aile marifetlik imkanımızın çokum paylaşımızda mühim. Rahmet. Ben yeni bir sual mavzusuga kirishdim burun taxat tunugün torlardan uchratib ikki parcha rasm bor. Shuni bir ekranda ko'rib o'taylik. Televizor ko'rishtirimiz bor. Ikki ekranda chiqib turdi. Shuni bir ekran olib kelsanglar. Mana bu ekranda biz buni ko'rib turibmiz hurmatli Nabijon va bu shu qaysi tarixga kelamiz 2016-yillik qo'sh til musobaqasida mukofotlash murosimi ekan bu. Bu bolalarga kiygizilgan kiyim hamda putlardan tatib desa kiygizilgan kiyimni beshiga hammasi bu Xitoyning qaysi davridagi nimalarga kiydigan kiyim bu inson haqiqatan men hayron qoldim bunga. Ve ikinci bir resimde bu sınıfның içimi ya bu qandaq bir şekil Xitoyning şu burunqi biz kichik vaqtlarimizda mesela resimde mi ko'rib baqaman mana Xitoyninki şu burunqi bir o'z vaqtida Xitoyning uch podshohi qilsa yoki Jo'gilyanninki kinolarda Xitoyning sınıflarda o'qiyotgan Xitoy taliblari şu o'quvchilarning kiyimdagi hammasi Uyg'ur bolalar ekan. Chiroyini yaqinlashtirib ko'rdik. Bu shakldagi shu darajada Xitoy o'zining tilini o'rgatib qolmasdan balki bu millatni o'zining milliy kimligidan bu shaklda darajada ayiradigan bir vaziyatning shakllanganligiga haqiqatan buni qarata qanday bir nima o'yladingiz? Albatta, bu deganimizda Xitoy qo'sh til deganda nima maqsadga yetmoqchi deganda bizni yo'q qilish. Yo'q qilish abam deganimizda Xitoy avval bizni nimani araydi? Tildan araydi. Xo'sh. Tildan arilgan millat qada dinini nima abam deganda yaxshi tushunmaydi deganga. Yaxshi tushunmaydi dinimi tugdi deganga. Tushunami? Anondan keyin bu Xitoy tilini majburlash orqali hozir bu rasmdagidek Xitoy o'zining madaniyatini bizning bolalarimizni singdiryapti deydi.
Demek bizning tarixiy madaniyatimiz Xitoyning o'zimi kiymaydiki bu kiyimlarni. Albatta, nima Hozir deganda- masalan bu Xitoy vatanda yoki Xitoyning ichida qanday bir Xitoy kiydi bu kiyimni? albatta nima deganda shu bizning madaniyatimiz bu shu. Bizning mush madaniyatdan kelgan bir millat biz. Semi buni kiysa bu Xitoyga tava bir narsa degan narsani itimizni qashlamoqchi, bildirmoqchi baldarimizga. Anandan keyin ABMQ videodagidek Xitoy nima davlat bayrog'i bilan davlat girbini ko'rsatyapti. Uni orqali nima deganda mushu sening vataning mavo. Mavo davlat bayrog'i deb atıldı, ma davlat girbi deb atıldı deganni ikkini adilishni o'qish bilan birga kichik bolalarga mushuni tunutmoqchi. Ya'ni mushu Xitoy degan bir davlatni to'laysa deganni bildirmoqchi. Demak, nima deganda uni majburiy bunun aldığım dep ötüdü. Xitoy hozir bizga mecburi mesela köyde devlet bayrağını miyerlerini qildik. Ondan keyin diniy zatlarni Qashqarga yetgani oldiga chiqib usul soldi. Mayli devlet bayrağını cho ishni oldiga osqizdi. Hattoki mihrab masjidimizning nima shu biz xutba qo'ydigan imom xutba qo'ydigan yerning ustiga osqizdi. Nima deganda sen mushuni tonishing kerak. Mushuni boshqasi bizga mecburi holatda cho Xitoyning bizning tajovuzchi ekanligini cho mecburi bizning cho ularga qul ekanligimizni majburiy tunutmoqchi, yani singdirmoqchi edimizga. Bu singdirishdi deganda Xitoy hech qachon nima topolmadi. Hozir mana hozirgi yaqinqi xabarlarni kuzatadigan bo'lsak, diqqat qiladigan bo'lsak, nima qiladi deganda Xitoy qo'shmoq, tuqqan bo'lishni yo'lga qo'yish orqali nima bo'ldi? Chunchungo kim bilan tuqqan bo'ldi? Qurbon To'limning qizi bilan tuqqan bo'ldi. Qurbon To'lim kimdi? Xitoyning o'zi bizga layrab ko'rsatib bergan, Xitoyga beqin bo'lgan va Xitoyning tajovuzini e'tirof qilgan bir kishi hamda yasab chiqqan. Endi buning qizi orqali bo'lish orqali nima bo'lmoqchi? Shuni deyotadiki, anadan keyin bizga qandaymiz biz shundaq o qizini yo'qlash jarayonida o nima qildi? O qizi yaqinda bir soqiruvchi bilan bir operatsiya o'tdi ekan. O'tdi yallig'idanmi? Shuni bir yo'qlagan bo'ldi. Anadan keyin uning uyidagi sizlikni hal qilib bergan bo'ldi. Anadan keyin ba'zi bir qiyinchilikga yordam qilgan bo'ldi. Hattoki navrisi bilan uni nihoyat tildan yaxshi chiqib aqlay degan maqtaq shaklda bir mehr shafqat yetkazgan bo'ldi, saqt shakldagi. Hamda shuna o'xshagan, Chongchuanga o'xshagan 110 ming kadr, 110 Uyg'urlar bilan do'stlashgan bo'ldi. Kelajildi. Ikkinchi oydan keyin nima bo'ldi desangiz, men shuni faraz qila olmaymanki, Xitoy bizni Xitoylar bilan yoki Uyg'urni yoki Xitoyni to'y qildigan ishni yasab chiqadi bizga. Buni davomlashtirdi, buni aminlashtirdi. Buning isi biz uchun bizning bo'ynimizga puravatdi. Chunki Chongchuangoning Tibetda qo'llangan usuli bu. Endi bizning ayga kelib, az bizdan tuqqan bo'ldi. Tuqqan bo'lgandan keyin qanday bo'ldi? Erish qilamiz endi uni olar. Nima ya, xuddi bajiliq qo'l emas. Shuna vaqtda yaqin tuqqan bo'l emas. Avval hozircha bizga nima sekildi. Nima deganda, bu yerda mayli yaqin tuqqanchilik bo'lsin, mayli Xitoy tilini nima qilgan bo'lsin, mayli majburiy bizning Xitoy madaniyati kiyimlarini singdirgan bo'lsin, bu nima maqsad yetmoqchi degan shu Xitoylashtirish. Sen yo'q qilsang men bo'laman degan gapimda u. Tushunammi? Shuni maqsad yetish uchun bu har xil shaklda bizga nima qilib kelyapti. Siz qancha persen kishilar masalan shunda bir siyosatni yo'l qo'ygan taqdirda biz ko'pincha hayotimizni vatanda yashab o'tkazdik qo'yamdi. Jamiyatning har qaysi sohalardagi kishilar bilan, hatto dindan yiroq jamiyat o'ynab yurgan xalq kishilarmi Xitoyga bo'lgan o'chmanligini har fursatda bildirib turadi. Zaten o'chdi Xitoyga. Xitoyga amroqlarni mingning ichida birasidan chiqib qolmasa, mesela şundan bir siyasetini yürgüzüp qolib qolsa, bizning vatanda muvaffaqiyatli bo'lishi, buni qabul qilishi Uyg'urniki qancha persen chiqasiz? Mumkinmi bu yurgizish? Sizlar puravatiman dedingiz-ku. Xudo hozirga o'xshash Chongchuango kim bilan do'stlashdi? Aysho Qurbon To'limning qizlari va uning keyingi avlodlari bilan do'stlashgan, tuqqandoshlik qilgan bo'ldi. Va shunga o'xshagan ba'zi nimalarni majburiy holda bir do'stlashgan bo'ldi. Ularga nima qildi? Yordam qilgan bo'ldi. Masalan, qiyinchilikni hal qilib bergan bo'ldi. Har millatning ichida ba'zida tamoman o'zini unutgan chuprandi, axlat insonlar chiqmaydi bo'lmaydi. Chiqadi bizning millatning ichida. Xuddi bu chiqqandek. Ammo bir millatga umumiy nazardan qarasak, mayli Xitoy qancha zulm qilsin, qanchalik azsun, bo'lib Urumchi voqeasidan keyin Uyg'ur Xitoyning o'rtasida tamoman bir-birini dushman ko'radigan. Masalan, Erkin Akram bilan qilgan suhbatimizmi, dunyoda hech bir davlatda bunda bir hozir vatanga borgan kishi masalan Urumchining eng markaz Urumchi shahridami Uyg'urlar ayrim rayonda yashaydi.
Xitaylar barayon ayrım. Xitaylar barayon Uyg'urlar barayonga Xitaylar erkin azadi kelib bunda qilolmaydi. Bunda bir vaziyat bo'layotgan shaklda Chunchongo kasım kim kelsa buni bu besim bilan bunda tuqqanchiq siyosatlar o'xshash bir xil odamning aqli bilan aqlini mazoq qilganlik bu deb shuna bir so'zni qildim masalan. Bu bir xil kulkilik bir ish. Vaziyatning ahvoli bu tug'an bir vaziyatda Uyg'ur kadrlar bilan o'tgan bu Xitoyni tuqqan qilman deyish bu bir xil nihoyat bir kulkilik bir ishda, tragediyalik bir kulkilik bir ishda. Shuna so'zlagan bo'ldi. Siz degan ekan shunda bo'lib qolsa qancha Uyg'ur bunga unda bir ovoz qo'shasiz. Endi buningga o'z ixtiyori bilan ovoz qo'shadigan Uyg'ur yo'q deyman. Endi abim deb men sizga misol olganim Qurban Tulumning nemisi bilan Chunchongo tuqqan bo'ldi. Nima bilan buningda majbur bo'ldi. Chunki Qurban Tulumning avlodlarimi agar o'ziga kelgan bir foyda manfaat bo'lmasa, uni aniq oshkor bo'lmaydi, ham besim bo'lmasa. Ama agar yuzidan shaklda erkin talash huquqi bo'lsa, balkim tanlamasligi mumkin edi. Mening demoqchi o'g'lim Xitoy mushunda Qurban Tulumning bolalarini yasab chiqqandek bir narsani yasab chiqdi demoqchi. Xudo hozir 110 ming kadrni tuqqandoshlik qildi, 110 ming oila bilan tuqqandoshlik qildi deydi. Bu bir nima. Endi bu yerga tuqqandoshlik qilgan hammasi nima qildi deganda majburiy holatda aniqqa uni tuqqan bo'lishga ma'qul bo'ldi. Hamcho shu 110 ming oilaga Xitoy manfaat yetkazdi deydi. Shunday ya qiyinchiliklarni qilib berdi, ya itizarlikni yo'g'antib berdi, shundaymi? Ya ko'msa iqtisodiyotni yo unmay gurushga kelib berdi. Demak, bu 110 ming Uyg'ur qasab bo'lsin, foyda berib, bu shaklni yasab chiqdi. Endi bu Çin yürekten bu Sharq Turkiston xalqi buningga bulamdi, buni e'tirof qilamdi deganda bo'lmaydi. Albatta. Bo'lmaydi, ammo abam men buni upuradida deganim Xitoy mushuning o'xshagan abam 110 ming Uyg'urning Xitoy bilan qo'shmoq tuqqan bo'ldi degan yasab chiqqanga o'xshash ba'zi bir turkum insonlarga yasab chiqishi mumkin. Onunga hozirmi Xitoy bilan ba'zi bir jihatda to'y qilganligi bo'lsa, onunga maash to'xtatiqliq misolga shuma yani Xitoy puluna dair ana degan ba'zi bolalarni haqsiz o'qitish, siyaset bor. Ammo bu siyaset umuman ham Uyg'ur bo'lamdi degan bo'lmaydi. Faqat bir turkumni yasab chiqish uchun Xitoy desmisiyalik demoqchiman. Hamda shuna o'xshagan shaklda, hamda ma'lum nisbat degani shu ya yuzaga berishi mumkin. Misol Sharq Turkistonda yoki yig'ib kelganimiz, ya taxminan ya 50 berishi mumkin. Bir turkum insonlarni yasab chiqdi hamda. Bir mayil bo'lgan bir turkum insonlar yo'q emas. Avayam sizdek bilasiz, g'alchimi chiqdi, munofiqmi chiqdi, bir millatdan ichidan jaso'zmi chiqdi, har xil shakldagi insonlar chiqdi. Hamda bu Sharq Turkiston xalqining hozirgi ahvoli va Xitoyning qilayotgan besimlari qarta nima bo'ldi deganda Sharq Turkiston xalqi shu portlanmay turgan bir nimaga o'xshaymiz. Bombani bu. To'g'ri. Aralla qolgan bir bomba. Ammo shakli qarasangiz, ba'zi bir ro'yli qarasangiz, voy turmush rohatdek Zat Uyg'urlar restoran qaynab ketib olgandek, qarshi degan xuddi bir nima ketgandek bir shakl bor. Ayliqqa buzilib ketgan, buzuqchilik olib ketgan, xuddi aydis yo'rab ketgandek bir shakl bor. Ham ularmi yo'q emas. Bor bir nisbatda, ammo o'zini saqlab turayotgan, o'ziga nayti mushu amal bor bir nima bo'lsam deb tirishib izlanayotgan Uyg'urlarimiz yo'q emas. Bor. Abam deb ketganimizda ba'zi bir iqtisodiy yarvagan yoki bo'lmasa qulaylik sharoit bo'lgan bo'lgan insonlarimiz, Uyg'urlarimiz chet elga, mayli Turkiya bo'lsa, mayli boshqa davlatlarga uchun farzandlarini chiqib yashadi, bir yaxshi shaklda o'zi ko'ngli xotirjam bo'lgan bir muhitda bolalarni tarbiyalayapti. Shuna o'xshagan shaklda vatanimiz Sharq Turkistonda buningga izlanayotgan, buning uchun Allohdan kecha kunduz duo qilayotgan, yig'layotgan mazlumlarimiz yo'q emas bor. İnşallah bunu biz bu şekilde özümüzü qanday saqlab qola olamiz. Bu şekilde biz özümüzü qanday tedbir alamiz degan narsani qilishimiz kerak. Chunki xalq menda bir narsa var men sizga bir misol deb beray. Bir jutda bir o'lim var ekan. O o'limaning 3 o'g'li var ekan. 3 o'g'lining orasida bu o'lima shunda jamoatida bunda juda obro'li ekan, o'zini taqvo ekan, bu odam qoriq ekan. Qoriq bo'lgan bilan nayt yaxshi ilmi var ekan. Diniy jihatda bu odam vazifalik qilgan bir masjidning imomi ekan. Bu odam shunda vazifalik qilib qilayotgan nimalarni bo'ldi, bir bolasi pokir Xitoydan xotinab qoldi. Xitoydan misli opti xotinlikqa olgan ekan. Bu odamga qattiq zarba bo'lib ketdi. Chunki zarba bo'ldi, bu bir masjidning imomi, bir masjidning bir jamoatning arbobi turib, bu odamning bolasi bu masalan iymon etdi, masalan musulmon bo'ldi degan taqdirda bir Xitoydan yani Müslümanın nimesi bulmagan bir nimeni iliş ya gibi yüzümüzden Uygur'un düşmanı olan
bir tajovuzchining qizini ilish bu nihoyat ig'ir kelgan gapda. Xo'sh. Ig'ir kelgan gap degandan shuningdek anikendan o bolalarni to'g'ri tushungan, ma'lum urug' tuqqanlarini to'g'ri tushungan bo'pti masalancha, shu atrofda. Shu dadasi bu bolaga shu kundan boshlab gap qilmabdi. Gap qilmagandan bir kuni bolasi uyga ketdi, dadasini yo'qlab. Kelib degan ekan, onasi o'tirib chiqdi. Voy dadasi bola kelganda shundoq besilibi yo'q bergan bo'lsalar. Bolalar bechoralar aslan deb bu bolalar qilib bo'pti. Natija oldu mana turmush quryaptilar, sizlar hech qachon bu bolaga yuza. Namilla degandan dadasi turib ketib, keyin burilib debdi. Men kechirmayman debdi. Chunki men bir dada debdi. Mening balam bu. Balamning qilgan xatoligini men kechirishim mumkin. Allohmi rahmat bilan mag'firat qilib, rahim shafqatlik. Balkim uning nimasini kechirishim mumkin. Mumkin. Ammo debdi. Millat kechirmaydi. Demak, Sharq Turkiston xalqi Xitoy bilan to'y qilgan, Xitoy bilan apoq-chapoq bo'lgan, Xitoyga g'alchilik qilganni Sharq Turkiston xalqi menga kechirmaydi. Biz kechirgan taqdirda. Shuning uchun mushundaq yo'lga kirayotgan, mushundaq majburiy va amal yo'q talab qilgan xalqmicho buni nayt o'yinni besish kerak deb o'ylayman. Uning uchun Sharq Turkiston xalqi nayt aqlli xalq, nayt emgakchi xalq, nayt tirishchan xalq Xitoy tajovuzchilar qarashtirish uchun qo'liga har nima kelganda har xil shaklda baypidaylarga o'xshash avlodlarga qarshi shaklda harakat olib beryapti. Bu harakat inshaalloh davomlashadi. To'xtab qolmaydi. Ammo Xitoyning biz uchun qilayotgan bu siyosatlarni, bu ilmiy fikrlarni to'g'ri tushunishimiz kerak. To'g'ri tahlil qilib, bundan qanday qarshitiramizmi, qanday mudofiya qilamiz degan narsani biz uchun cho'qim bilishimiz kerak. Biz shuni tadbirini olishimiz kerak. Shu yerdagicha nayt aqlli insonlarning yo'l boshlash bilan buni oshkora jamiyat qurib, tashkilot qurib, vatandoshlik qilamiz-mi, ammo oilamiz jamoat shaklida urug' tuqqan shaklda, qudubadi shaklda bu shaklda nima şey deb boramaymiz. Uni hammani Xitoydan 24 soat kamerasi beshimizning ustida emas-ki. Tushunamizmi? Hammani anglab yetib bo'lmaydi-ki. Uning uchun biz bu shaklda tadbirlarni qanday olamiz? Bolalarimizni qanday tarbiyalaymiz? Bolalarimizni ish bo'lmaganda urug' tuqqanlar yig'ilish o'tkazish orqali bir yerga maktab qila olamiz-ya. Tushunamizmi? Oyda cho'ng o'rtasida oyda bolalar o'tirib, bolalarimiz uchun, oramizdagi uchun, ilm egillari uchun bolalarni tarbiyalash kerak. Meyli ana tili olsun, meyli dünya karşı olsun, meyli millet karşı olsun, meyli Xitoy tilida qanday turmush shart olsun-chu, bolalarimiz uchun hozir bo'lsa sindishimiz kerak. Bu tajovuzchi, bu bizning qilayotgan ilmiy bu. Ammo buning tilini yaxshi bilishimiz kerak. Ammo buning tilini yaxshi bilib bilan o'zimizning tilni unutib qolmaslik kerak. Bu tilni bilishga qarshi turgan nima yo'q. Ammo Xitoy tilini yaxshi bilish kerak. Bilish bilan birga o'zimizning ana tilini unutib qolmasligimiz kerak. Bizda bir millatda bir ortiqchilik bor ekan, ya'ni xalqning tilini nima qabul qila oladi ekanmiz. Shuni bilan birga o'zlashib ekanmiz yumshoqcha. Bu bir xatar bor ekan. Ammo xalqning tilini to'g'ri talaffuz qilish bilan birga, ammo o'zimizning hayotiga tatbiq qilishni o'zi xato deb qarayman. Ammo tilni naytni o'zining o'rniga kelganda qilish kerak. Xitoy bilan muomala qilganda Xitoy yoki Xitoy tilini biladigan boshqa bir chet ellik bilan muomala qilganda uni ishlatishimiz kerak. Ammo o'zimizni o'zaro muomala qilgan vaqtida, Uyg'urlar so'zlashgan vaqtida, mayli telefonning nomerini Uyg'urcha desin, mayli o'zimizning tilining orasidagi ba'zi bir ataliqlarni Xitoycha bo'lib qilishdan oldin bilishsin. Masalan, Xitoy taqomatni o'zgartirdi. Hattoki bu chet ellik so'rab kelayotgan, to'ng'atmasdan, Pinshan deydigan, televizordan Diyanshi deydigan, o'shunga o'xshash ishlar turmush o'zimiz sezmaymiz buni o'ngishib qolgancha, sezmaymiz buni diqqat qilishimiz kerak. Buni diqqat qilgan vaqtida o'zimiz qo'lday olgan tilni farzandlarimizga, avlodlarimizga qoldira olamiz. O'zimiz qo'lday bizning ajdodlarimiz uchun qo'ldatdi ekan. Shunami bizga saqlanib yetkazdi buni. Endi biz uchun avlodlarimizga saqlanib yetkazishimiz kerak. Bu bizning majburiyatimiz, bizning farzimiz bu. Agar bu ishni yetkazilgan vaqtida dinimizni qo'llab qola olamiz. Dinimizni qo'llashning asosi shu til deb qarayman. Shunga şu Türkiye'de olsun, mayli Avrupa'da olsun, mayli Amerika'da olsun, nerede olsun Uygurların hem yerde mektebi var. Hem yerde kursları var. Şembelikçe. Mayli dini cihet kurs olsun, mayli anlatılı cihet kursları olsun, hazır bir şekilde devam kelivatıda. Benim bilişimce o yedi devlette bu nimemiz var sanki. Mesela doktorlarımız var, terbiyeş, orlarımız var. Bunda boğan iken, o yedi devletteki mekteplerimiz ve etrafı balalarımızı verişimiz gerek. Balalarımızı özümüz uyda terbiyeleyişimiz en zorur.
Ama o yer kılanmay kalsak o yer şu yerden düşünürüz. Anadaki ballarımızın şu yerlik tilde marif terbiyesi de kıldırıvatımız. Ama balının şembeyi güne, balının kalan 8 saati biz bilen bildi. Biz şu 8 saatini kana ünlülük paylaşmamız, ballarımızın şembeyi günü kana uğurlaştırmamız, til ve medeniyet din cihazı kana terbiyelenip bunu ekmek beğenmesek, bu ballarımız bizli besip kayga yolunun ahırında olmuşturup bana da. Bizim hayatımız çekli. Biz kitimiz ballarımızdan Allah ömrünü verse, köpünç perdelerimizden ömrümüz boyunca, nöbet boyunca evlatlar devam kılmamadı bu. Davanın manadı o, bu dinimizde devamlaştırıp manadı o. Bunun için perzentlerge naibdi kandak terbiyeleş, bunu kandak neme kılış, bulak mı? Şu İstanbul'daki Küzüşünce Zeytinburnu'nda neçe kurum kursları var. Kur'an kursları da mı şu özümüzün edebiyat derslerimizi tescillanmalık ahvalları yakınımıza bunu tescillangan ama onu ders saatini köpeytmeydik. Mesela ettiğine saatte mesela haslan savadını çıkarışlan ne anladım ama onun kiyinki ballağına edebiyat cihazı savadını toplap koymaydı. Savad onun şiirini, onun çölçekini okutup onundaki mezmunlarını, profesyonellerine kadar tehlil kılıyor şuna mı ya? Bu şekildeki bir şekilde devamlaştırıp edebiyat dersliğimiz var, uzun programımız var. Bu şekilde devam kıldığın bir kemtüklükten bağlılığını his kılvatımız, körvatımız. Onun için meyle İstanbul yeslilerimiz de olsun, meyle mektep Kur'an kurslarımız da olsun. Hatta ki ben şunu his kıldım ki biz 50 yıllıkdan artkan şu maliyet hayatımızda İstanbul'daki bir şiraitimiz yaxşı bolğan bir Türkiye'deki bir devlette bir başlanmış mektebini tesis kılanmadık. Bu başlanmış mektebini tesis kılanmasligimiz bizning uchun ma'rifda mag'lub bo'lganligimizning uchun birinchi qadami deb o'ylayman. Agar biz ma'rifimizni saqlab qolamiz, tilimizni saqlab qolamiz, madaniyatimizni saqlab qolamiz deyotgan bizda cho'qim bir maktab bo'lishi kerak. Bu kurslarda ishimiz bitmaydi. Shuning uchun muntazam shaklda ham Türkiye ma'rifini tesis qilgan, ham bizning ana til Sharq Turkiston ma'rifini o'rgan qilgan bir başlanmış mektepten buluşu, bir sınıfdan, iki sınıfdan buluşu bu binaydı zürürken. Eğer bunu bizle kılanmasak, biz şu devirde yaşavatkan, meyli dernek teşkilat başlıkları olsun, meyli cemaat erbapları olsun, meyli kısatlık kişiler olsun, bu işini berpa kılamazlıktan üzeye mağrifimizi kılınan bir hıyanettir koyun. Şu an inşallah bunu bitir şevkan kıyafetlerinin bağlı, bunu kıskılma dedisi de Türkiye'de bir yaxshi bir şekilde bunu meydana keltirişi hem de şu kılavatkan kurslarımızda şu nokul sistemli şekilde derslikten şu tesis kılınışı mühimde koyuyor. Çünkü rahmet yaxshi ishpanlar şu o'tganmi biz şu ana til masalasi haqida biz Uyg'ur ziyolisi şu Abduveli Ayub bilan o'zi Anqarada bo'lganligi uchun telefon so'kib kendimi yaxshi yoshlar kelgan bo'ldi, yaxshi fikrlarni bergan bo'ldi. Abduveli Ayubmi? Bo'lgan bo'lsa bu universitet yo'q qilib chiqqanda inshaalloh yaqinda olsam kitobi chiqdi, kitobi chiqish oldi degan shu oilalarda. Biz shu vaqtda men o kitob haqida suhbatlashmoqchi emasman. Oxirgi kitob haqida biroz to'xtalamiz. Ama mesela şu Amerika'da sözleşme vaktinde vatanın ahvalını so'zlab o'tgandik. Xitoyni aylab berayotgan bu vahshiy assimilyatsiya qilish siyosatini qanday ketayotganligini. Shu vaqtida endi siz qanday qaraysiz? Men Abdul Ayubning fikrim bu Uyg'ur ziyolisiniki, Uyg'ur ziyolilarininki mas'uliyati yo'qmi? Uyg'ur ziyolilari nima uchun vatanda bilishga ilhom to'qidagi odamdan birisi chiqib qolib yoki Abdul Ayub maktabi quraman deb umid chiqqan. Bu bilishki ziyolilar mesela nurg'un yetishgan ziyolilar va adiblar va yozuvchilar va bular nima uchun o'tirg'a chiqib Xitoyning ilib berayotgan siyosatlarini shu uch oshkora ayblab yozmalar bo'lsin. Buni uch oshkor desa, ularni hech qachon o'ldirolmaydi. Buni deganlik uchun eng yuqori bo'lsa ilhom to'qidek muddasiz kelsa, bu bir millatninki 30 million millatninki ma'rifining qutulib qolishi uchun ilhom to'qidek insonlardan necha ming turmaga kirsa ziyolilar ishim bo'lmaydi, hatto o'lib ketsin. Bu ziyolilar millatning yo'l boshlovchilari bo'lgan insonlar shu vaqt programda savol so'ragan. Bu millatning xoinlari hisoblanadi. Bu millat kechiruvlarning qilgan emasmi? Uningga qarshi chiqish u yoqda tursin, atalmish yozuvchi u bu deguchilar
Xitoyning televizion kanallarida shu Xinjiang TV'de şu yerda chiqib qo'sh til siyosatini o'zi so'zlayotganlar %100 bildida hamda atalmış qo'sh til siyosatining o'zining millatini tugitayotganligini, vayron qilayotganligini şu mehmon bo'lgan programmistiki so'zlayotgan şu atalmış ziyolilar yozuvchilar bildi. Shuni bilib turib bu siyosatning yaxshi ekanligini bizga bunday foydasi va u odam buni maqtab turib qilayotgan programmani taklif qilganlar. Bu ham nurg'un nadan shu savaşqaran xalqimizni qaymoqtirishga yordam beradi. Bular fikirlar chiqib so'zlayotgan ekan. Xitoyga qarshi besimning kuchayishiga kuchaymasligi uchun nasib qo'shiladi bu programma qatnashgan shu. Hem jim turib olishi bir tarafdan. Nim bo'ldi bu millatning ichida necha minglagan insonlar turmuş ko'rsa. Hem bu xalqaro vaqtida cho'ng bir besim bo'ldi. Sen bu nima gunohi bilan yozuvchi o'zimning tilini deganlik uchun turmaga etiyi beramsan, so'la beramsan deb bu vaqtda besim bo'ldi. Hech bir tilninki qutulib qolishiga oxir bundoq chiqib ziyolilar. Shu universitet o'quvchilari u bu yerda bu gapni desak chet elga chiqib olib bu gapni so'zlab deydiganlarni chiqishi mumkin. Chiqsin ama har bir kishi o'zininki turayotgan joyidagi bu millatga qarshi o'zining nima qiladi vazifasini unutmaslik kerak deb qarayman. Biz bu yerga chiqibdik, bu yerdan jim turamiz, o'zimizning qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Ammo bu millatning kutish haqqi yo'qmi? Bu millatning o'z ziyolilaridan, vatandagi ziyolilardan o'zining jinni beqib o'zining turmushi yaxshi o'sgan hammasi sukut qilib turarsa, bu millatning necha minglagan ziyolilari kelib ketsa shu yo'lda o'zini haq so'zlash yo'lda. Nima uchun chiqmaydi bu ziyolilarning mas'uliyatini? Neydi, doğru bir sual koydunuz. Hem de bir yerde bir nesli var. Ben bu sualınızda cevap veriştim bura. Ben bir neslini misal kılıp etmek için. Yapınla neydi terakki kıldı. Yapın devleti neydi terakki kıldı. Yapının halkı her cihetten özünün sapasını. Penli cihetik olsun, özünün cismani cihetik olsun. Her cihetik sapasını yukarı köteyken oldu. Bir terakki tapkan bir devletten. Bu terakki tapkalıkның ақыры nima deganda men bir vaqtida bir suhbat qildim, materialni ko'rdim. Yaponiyadagi ziyolilar qatlamning bedel beraligi dedi. Bedel to'laganligidan keldi bu. Masalan bir olim bir narsani tadqiq qilgan joyda hargiz uning men shuhrat qazansam va yoki bu ishni men ham qilib ketamdim. Mening ham ishim bu deydigan bir vaysash yoki bo'lmasa uningga mayli vaqt jihatdan bo'lsin, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli o'zining hayot salomatligi jihatdan bo'lsin, her jihatdan bedel to'laganligidan bugunga keldi deydi. Bu ziyolilar hozir Yaponiyaning bugungi qilgan ishi Yapon ziyolilarining, Yapon olimlarining bedel to'laganligi. To'g'ri. Bak nim erken stokan kitabı gördüm bu tarafta iki Yaponiyasınınki çarşalda bir yerde bir malum bir tepkipantarlığı ölüp Latiniga qaytib ketanmay uni birisini aşağı ikisi deyishib, birisini o'ldirib, uni kendan ishqonini evitib, ketishlik materialni chegirni o'tkazib ekan bor. Uni nimasi qorni qilib tikib etib, shu jasadni vatini ko'milsa bo'lmaydi, akitib shu pantaxlikka qilgan. Haqiqatan o'sha. Demek nima deganda men bedel to'lash masalasi bor. Bu misolni gapirganimizda bedel. Bedel deganda odamga ilhom to'xtadek turmaga yetish bedel bo'lishi mumkin. Tushunamizmi? Ananken hayata hazır mesela bizden Abdüveli Abdükerim Abdükerim Abdüveli bizden mücahit hazır bana 50 yıldan ya o 30 yıl olup kaldı mı 25 yıldan ya türmede niminin bedelini tölerdi da dininin bedelini tölerdi Müslümanlığın bedelini tölerdi anladın mı? Eğer aşkişine mücahitimizde eğer sen muşu ben iş kadar tedbir kılmaymış Xitay'ın siyasetiga uygun keldim deb bir yıldızdan gap qo'ysam hozir qo'ydim dedi. O odam hozir faqat turag'alaydi, avval yo'q. Men chiqdim aşk e'lon qilib bo'ldi. Nima qildi deganda Allohning rizoligi uchun bedel to'ladi u. Shuning uchun u dunyo va oxiratga nihoyatda yaxshi ketib qoldi. Hozir bizning hammamizning cho'shak tursan xalqida u odamga cho'nqur muhabbatimiz tashaqsa biz ko'mdikku odamni. Tushunamizmi? Biz kichik vaqtimizda biz 1992-yilda turmaga kirib ketgan odamlar. Biz bilmaymiz faqat anladik u insonning nima deb tabliq qilganligini, nima deb Allohning yo'lida mustahkam turganligini, nima deb hozirgi turma hayotida 3 qatim uzatib bo'ldi Xitoylar. Nima deganda shu insonning xalqning qalbidagi o'rni. Tushunamizmi? Uning tavranmas ruhi Xitoylarni qo'rqitdi deydi. Bu hattoki ona so'ylab ketgan vaqtida butun
kucha tevrep ketdi. Şuna mı? Anızma ilmi kelgen insanların toxtup bulamağı. Nima degende? Şunu okşan şekilde meyli dinli ziyadilerimiz olsun, meyli penli ziyadilerimiz olsun, bedel töleyen bolsa, mesela Abdülli Ayup iş kişilik anlatılı şekilde okuruş jarayonida aynen ikki qarındaşı bilan billa qana qildi, bedel töyledi. Şuna mı? Nurg'un til ahanetga qoldi, nurg'un gap so'zga qoldi, vatandan ishda olsun. Ana deykincho bir yil yatqan bo'lsin, turma hayotida shu 5-yil kechdi. Endi nahaq etilgan hammamizga ma'lum. Shunami o'ziga ma'lum nahaq turma deyapti. Nahaq Xitoy bedel nima ish qilmoqchi deganda, Abdullahning ziyodalarimizning jurkini ishmoqchi Xitoy. Sen agar shunday qilgan bo'lsang, o'zining tilida yoki o'zining bizning nimamizga qarshi siyosatimizga qarshi bir gap so'z harakat bo'lgan bo'lsa, o'shanga o'xshayib bo'lasan. Aslida birdan kirsa, meni o'ylaydiganim birdan kirib kelsa, o'g'li chiqqan bo'lsa yozadigan dedim. Albatta. Bu vaqtida Xitoy qo'ydi. Albatta. Meni chiqqan bo'lsa, albatta. Hozirmi shu? Hozir Abduqodir akamni Turkiyaning nimasi orqali qada, vasitasi orqali Xitoy Abduqodir akamni qanday qildi? Gap qilishdi. Tushunami? Studiyaga kelishdi, nazarbat ostida og'iz oldi. Demak, Abduqodir akam o'xshaydi sizdek, yana Abduqodir akam tutib ketgan 9'umuz, 100'ümüz, 1000'imiz meydana çıkarırsak Xitoy bo'lgan zarba bo'ladi. Biz bu yerda Abduqodir akamni Xitoy tutib ketgan bilan Abduqodir akamni ro'yini tutolmaydi, tushunami? Abduqodir akamning Xitoy tajovuzlariga qarshi Xitoy tajovuz deb turmoq, Sharq Turkiston Turkistondan Xitoy tajovuzlarini qo'llab chiqarmoq, Sharq Turkiston xalqining islomiy hayoti turmushda yetkazmak degandek bu ideologiyasiga varislik qiladigan va Xitoyning abdibashirishini oshkorlab beraydigan Abduqodir akamga o'xshash 9-10'imiz maydonga chiqargan bo'lsa Xitoycha vaqtida titraydi. Shunami? Miyada bir Abduqodir akam yapchani nazorat ostiga oladigan bilan shu muhojirat hayotidagi nurg'un insonlar Xitoyning abdibashirisini ichib beradigan va yaqinqi nimada qilib beradigan insonlardan necha ming maydonga chiqarsa vaqtida Xitoyga bo'lgan besim kuchaydi degan gap. Ama sizin sormanızı kesek, şuna o'xshagan şekildeki ziyodalarimiz bedel berishdan qo'rqadi. Bazıları. Bazı töleatqanlar bor. Şunu aşkara şekilde bir şekilde iş ketib qolganlar bor. Allohdan razı olsun. Ama bazı bir nuqtalik biz o'ylaganlarimiz o'z şekilde bedel to'lashdan qochadi. Bedel to'lashdan qo'rqadi. Balki bu yerdagi zulm endi biz o'ylaganimizdan better bo'lishi mumkin. U inak. Ama siz degandek biz bunun iş bulmaganda bedel to'layamizmi? Bunu hal qilishning chorasini ko'rsatsin xalqimizga. Bunun hal qilishning yo'lini xalqimizga shu boshlanish qilib, mayli yo'shur va ashkora leksiya o'rishtirib qilib bergan bo'lsa, shu xalqimiz bundan qutulgan bo'lsa shular. Endi bizning ovozimiz vatan ichiga faqat Xitoyning josuslari, to'rsaqchilari bilan ko'raydi bu programmamizni. Xalqimiz bu shaklda ko'rolmaydi. Ammo ko'ramizmi boshqa davlatlarga chiqqan va yoki başka şekilde arkalar yani bir şekilde kirdik ama yani halkımızın nima deymiz deganda aile ma'rifini tutuş gerek. Aile ma'rifini tutuş gerek. Ata ana o'zining mas'uliyatini turish gerek. Bunun xavfsiz bir naydi hayatimizni, naydi evlatlarimizni, naydi bizni yo'qolishimizga boshlab chiqilayotgan bir siyosat ekanligini aniq tunishimiz kerak. Mushning tadbirini oldin ilishimiz, bolalarimizni qanday qo'g'dab qolamiz, madaniyatimizni qanday qo'g'dab qolamiz, dinimizni qanday qo'g'dab qolamiz degan shaklda mustahkam turishimiz kerak. Mushuni turib, mushuning har xil shakldagi amal choralarini o'ylab tepib, oila ma'rifini tutib, nurg'un materiallar va vatan ichidimcho, kitob nashriyatlarimizni bo'lib qo'ymadi. Mushu shakldagi bolalarga mos keladigan hikoya cho'jaklarni o'qib berish, bolalarimizni ro'yi bo'g'oq holatdan ro'yini ko'tarib, ro'yini yaxshi bir şekilde psikolojisini taşıyıp ilgilensek, balalarımız düşüş hayat alda ümidsizlik alat çoğunlup itip qilib qolsa, o vaqtda bizga çoğun ziyan bo'ladi. Onun için bunun bilan birga hammamiz siz degandek bu yerda shaxslar ziyolilar emas, har bir ota-ona va jamiyatning har bir izchi o'zimizning majburiyatini to'nig'anlarda. Shaxsan buni emas. Sharq Turkiston masalasimi? Sharq Turkistonning da'vo masalasi tashkilotlarningki, dernekningki yoki uning yoki buning ishi emas. Bu bütün Sharq Turkiston, men Sharq Turkistonlik, men Uyg'ur deganning hammasining da'vosi bu. Buning uchun doktorimi chiqish kerak maydonga, o'zining qo'li yetishicha. O'quvchimi chiqish kerak. Shundami? Har soha, har kasb inson o'zining imkoni yerishicha buning uchun xizmat qilish kerak. Oyda bir kunni ajratamdi. Shundami? Haftada bir kunni ajratamdi. To'g'ri, hammamizga hayot muhim. Hayat bo'lmasa bo'lmaydi. Ammo normal hayotdan boshqa ma'lum qismimizni shu da'vo ishlarimizni ajratishimiz kerak. Mayli mening yezishdan qo'limdan keladi. Mayli mening $5-10 hisobim
imkaniyetim yar veremdi. Nememizge yar verelirsek şunun iyinde turuşumuz gerek. Şunun da bedel төлüşümüz gerek. Mening nima karimda bu mening ishim emas diye. Men bundan alışıp kalsam tuqqalarim anda olam anda olam. Bu yoki bedel yüzümüz kokatmaylik arkadaşlar. Yüzümüz kokatsak Abam degandek hammamiz bedel to'lashdan qassak kim to'laydi bu bedelni? Tabii. Sharq Turkistonning mustaqilligi bedelsiz qo'lga kelmaydi. Evet. Necha ming kishini shehid verishimiz mumkin. Hatta necha million kishini shehid verishimiz mumkin. Shehid vermay turib bu Sharq Turkiston qo'limizga kelmaydi. Xitoy bizga gapimiz bilan, quruq so'zimiz bilan bermaydi. Balkim qurolliq holatda harakat qilinishimiz mumkin. Bu qurolliq harakat qilinishdan burun nima qilishimiz kerak? Bizning safarimizni yuksaltirishimiz kerak. Mayli diniy jihatdagi, mayli fanniy jihatdagi, mushu mayli dushmanimizni to'g'rish jihatdagi, har jihatdagi safarimizni yüksekleşken vaktimizde şunda kural kötegen qarindoshlarimizni bu jihatdan to'g'ri tarbiyalaganligimizda anandan keyin o qadami mustahkam holatda sabit qadam bilan Xitoy qarshi jang elib bora oladi. Bo'lmasa shu vaqtida Xitoy kural ko'targanlarimizni nishonni burib o'tadi. Qadamimiz sabit bo'lmasa. Onun için bu şekilde hemimiz bedel to'lashni bilgandilar. Anandan keyin mayli ma'rif jihati olsun, mayli her jihatda biz qalbiga erishamiz. Bedelsiz iş o'rniga kelmaydi. Men sizning o'rningizni yutilish uchun cho'qim o'rnimdan qo'pishim kerak. Tushunammi? Bu mening to'lagan bedelim bo'ldi. Shunga o'xshash mayli iqtisod jihati olsun, mayli vaqt jihati olsun, mayli siyosiy jihati olsun, qaysi jihati olsun biz bedel to'lamasak natija bizga qo'l kelmaydi. Ahirda shu yaqinda chiqmoqchi bo'lgan, shu tayyorlanmoqchi bo'lgan bir kitap ekranda ko'rib turibsizlar, ekranning oqsa chiqib turadi. Muş Abdüveli Ayıp tümüşəm. Bu kitabın inşallah çıqqandan keyin özümü təklif qilib studiyaya söhbət edib baramız. Muş kitaba haqida qısqa məlumat verəmiz. Bu kitabın tuzilishdan xəbərim var. Hamda bu kitabni bizning Abdüveli Ayıp bilan hamkorlik şekilde ilib berildi. Bunun da bir grup qurulub, bu grupda inşallah Abdüveli başlıq qarindoshlarimiz birada asosliq bu kitabın tuzilishini Abdüveli Ayıp planlab, tərtiblab qilyotdi. Bu kitap 8 qismdan tuzilmoqchi. Hozir biz ikinci qismini neşer qilish oldida turyapmiz. Hamda bu kitobning birinchi qismi deganda sizga o'sha savol qo'ygan bo'ldi. Birinchi qismi ilibbatdi. Ilibbat bo'lgandan keyin, ilibbat bo'lgandan keyin bundan keyin burunmi muajirat hayotimizda nurg'un ilibbalarning nimasi chiqdi. Ammo bu da Abdüvelining tuzmoqchi bo'lgan ilibbasimi bulardan farqliqdi. Ama biz vaqt munosabati bilan biz birinchi qadamda ilibbani yanılib qilsak, yani o'xshash ilibbaning xalqimizga bunda o'xshash bir narsa berib qolmasin. Ondan biz evvel bu ikinci kısım bo'lgan, yani ballarning savodi chiqqan, ballarga nisbatan o'qishliq, hem ko'nikmalar var, topshiriqlar var şekilde. Bunun da mesel deyimiz, hikoya deyimiz, ballarga xosmi. Anandan keyin cho'chak deyimiz veya latifa, bunun o'xshagan şekildeki mezmunlar mujassamlangan. Ballarimiz savodi chiqqan ballarga. Yani Abdüveli məxsus şu kesişmen ilgisi hem tədqiqatçısı olacaq. Bu şekildeki ballarga mas keldigan. Biz çoğlarının arzu istiqüdən emas, belki ballarga qaysı narsa, ballar qaysı narsani biladi. Mesela Xitoyda mı, Sharq Turkistonda mı şunda ballarimiz şunda özünün ideologiyasi bilan tərbiyələş ilib beribdi, dərs düzətdi. Muhaciratda mənim şu. Ama bunun da Abdüveli bu şekilde xatimə berib, muhacirat tuzilgan kitapqa ballarimizni asos qilgan. Ballarımızga nima qabul qiladi, ballarımız nimani xohlaydi deganga o'xshash. Hattoki ba'zi ballarning mushu tuzilgan tekstlarni, narsalarni o'qitib beqib, ballarning yaxshi ko'rishiga, bularni sinab beqib, sinoqni o'tkazib turib, darslikni tuzib chiqyapti. Bunun da ko'nikmasi var, anandan keyin ballarning ota-onalar ham oila ma'rifi, nashriyati shaklida bir narsa qurib chiqdik hamda. Bunun da oila ma'rifi, mayli muajiratdagi ata-onalar uylarda ballarga yetakchilik qilib bersin. Veya ki hozirgi abamga deganimizdek o 7 davlatda bizning kurslarimiz var, shanba-shanbalik maktablarimiz var. Anandan keyin İstanbul'da har qaysi nima var, diniy kurslar var, yeslilarimiz var. Bu yerdagi ballarga mu tarbiyalashga darslik olsun degan şekilde ana til darsligi degan nima qildi muqovasini bitirib bo'lganligimiz uchun uni ekranga orqali ko'tardik. Endi demakchi o'g'limiz nima deganda bu inshaalloh 12-oyning 20-sigacha nashrdan chiqib bozorga selinmoqchi. Bu kitap endi muvofiq bo'ladi. Turkiyada va dunyoning har qaysi yerlarda buning ham setib olishlarni, vakolatdan sotishlarni, vakolatchi chaqirdik. Hozir bu xizmatlar ilib berilyapti. Bunun tuzilgandan keyin mencha muajirat hayotimizda tunji
balalarımızga hem aile marifetiga mos keladigan hem bizning muhacir hayatımız bir edebi derslik bulmagan bir nimege xatime berip bu edebiyat cihette bir boşluqni to'ldirdi deb o'ylayman. Bundan keyin yana 8 qismdan ichida tarix, din, andan keyin boshqa sohalarimizda buningga doir qismli kitoblar chiqmoqchi. Inshaalloh buni yana xalqimizning qo'llab-quvvatlashi, har bir oilada buning setilinishi ham buni qo'llanma shaklida qo'llanishini ümit qilaman, ham tavsiyalarim shu. Unda bo'lgan vaqtida bolalarimizni mukammal mayli sistemli holatda Uyg'ur tilida tarbiyalashni ham o'qish darsligida hem ota-onalar uyda yetakchilik qila oladigan, hem maktabda bo'lgan kurslarda dars qila oladigan 3-4 oylik birlashibmi zanjirimizdan holatda bir yerga kelib damlash kunlarda bolalarni bir tarbiyalaydigan, bolalarimiz o'zimizning mustaqil o'ziga loyiq kitap şekilde bir balla bir paydalanadigan derecede bo'lsa, bahasini muvafiq şekilde bir çıkarsak, anandan keyin asosiyatda bu xalqimizni ishga umumlasa, bular muhacirat hayotidagi muhacirat Uyg'urlarga bu kitap umumlasa, bundan foydalanib bolalarimiz mush tildan iborat bir eng güçlerini saqlab qolsa degan umidimiz. İnşallah hayırlı olsun inşallah deganingizdak. Nayta yaxshi suhbat qildik. Vaqt itibariyle müşahede akıllaşırsak köp rahmet etimiz yardımcı kılıp kelganingiz uchun. Hurmatli izləyicilər, şuna qilib programımızda müşahede akıllaşdırmamız ama program ahirida men manga pek ta'sir qilgan bir qissani Osmanlı davridagi bir qissani deyish bilan ahirlashtiraylik programını. Çünkü bugünkü mavzumuz abay biz suhbatning ichida nima uchun buni esimga kelib qoldi hozir suhbat jarayonida desangiz. Her birimizningki mayli Sharq Turkiston davosida bo'lsin, millatimizning vatan ichi sirtidagi o'zimizning tilni qo'llab qilishdagi mas'uliyatimiz bo'lsin. Har bir kishi ma'lum bir dernek, jamiyat bu narsaninki mas'uliyati emas, har bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur degichlarninki vazifasi ekanligini so'zlab o'tdik. Bu qissam shuningga nayta udilib kelib qoldi. Balki programmalarimizning ichida bir programmada mehmonimiz so'zlagan bo'lg'iti balki bu qissani. Mana shu qissa yana menga shu aman kelib qoldi. Yani menga ma'lum Osmanlı padişahlardan Sultan Kanuni Sultan Süleyman yani şu devrede yani nurgun işlerini kanunga kirgizip nurgun kanun tüzüp çıkanlık için Kanuni Sultan Süleyman da şuna atılan kendimdir. Onu din düşmanları Türkiye'de film işlep muhteşem yüzüyle onu bütünley hotun puruş kılıp çıkargan bolsa saraydan çıkamaydigan şekilde karlap çıkargan bolsa ama o tarihide 40 neçe yıllık hayatının 20'den köprekini at üstüde cihatlar meydanında ötküzgen Osmanlı topraklarını neçesi çoğaltkan bir padişahımdı. Şu en devir sürgen vakitlarda şu her kanda bir şu Sultan Süleyman oylap kaldı kendine bir gün bu şu her kanda bir devlet namı, her kanda bir imperiya namı tügeş veyran buluş vakti keldi. Bu kadar terakki qilib ketganiga qarab o'ltirib qachon vayron bo'ladi bu Osmonli shunda mushu xonlik bu podshohlik deb ustozdan shunday savol so'rab shu qanday vaqtida qachon vayron bo'ldi deb savol so'rab ustozga avassa ustoz boshqa gap qilmaylar bana ne deb javob qaytargan. Javobida shu bana ne ya bu bizning uyg'urlik qilsam mening nima ishim deganda gapda bu. Bu Sultan Süleyman bu cevabını görüp bu hiç düşünemem oyunlu kızdıklarında çünkü bu ustadının gapının tigidi bir mesele var, çok bir gap var def. Şundan bu hiç onu iş bulamay, ahirişen özü bardaki ustadının kaşığa berip, ben de sizge xat yazsam buna cevap qilsiz. Ben bunu düşünemedim o degandeken, nihayetde hikmetli bir yaz gap qilganimda. Devlet, muşunda taraqqi har qanday bir medeniyet devlet, her kişiler özünün vazifesini icra qilmasdan bana ne degan vaqtida yani o'qib mening ishim emas bu mening nima ishim bu ishlar bilan falani qildigan ish pustani qildigan ish deb dengab qo'ygan vaqtimizda mas'uliyatini kishilar ado qilmagan vaqtida shu vaqtida davlat cho'kadi. Davlat shu vaqtda vayron bo'ldi deb men buni demoqchi edim deb javob berdim. Haqiqatan bizga men dal tushadigan bir hikoya qissa ekanligi aniq hamki shu ism gap qilib buni tilga ilib o'tdim qadrli qarindoshlar. Her birimiz degandek bir suhbatning ichida so'zlab o'tgandek vazifamiz haqiqatan Uyg'ur mayli vatan ichidagi sirtliklar bo'lsin. Biz
özümüzdeki mas'uliyetimizden vaz keçmegen vaqtida özümüzdeki qilishga tegishli ishimizni qilgan vaqtida har qanday kuch oldida har qanday kuch chuqum yengilmay qolmaydi. Bu tuyg'ular bilan, bu hissiyotlar bilan inshaalloh Alloh xayrli qilsin har bir ishlarimizni. Yana bir qator suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.